Abdulhay, Qurolni tushiring, og'a. seni o'ldirishni xohlaganimda o'ldirardim. Meni qiynamang, qurolni tushiring. Ammo davlat uchun ishlaydiganlarni o'ldirmayman. Og'a, Sen ham og'ayni o'ldira olmaysan. Qurolingni tushir. bu yerni qayerdan bilasiz? Meni kuzattirdingizmi? Aslanbey seni meni qo'riqlash uchun yubordi, bilaman. Og'a, qurolni tushiring. Jahlimni chiqarim Abdulhay, seni o'ldirishni istaganimda o'ldirardim. Meni o'lim qiziqtirmaydi. Meni ham qiziqtirmaydi. Boshqa ishimiz bor. Haqiqiy isming nima? Buni men o'ldirmaydigan odamga aytmaslikka qasam ichganman. Bunaqada o'ldir Abdulhay. Qasam ichtirgan o'ldi. Nega o'ldirdingiz? Men o'ldiribmanmi? Bunaqada nega turibsan, ot? Birinchi qoida, qaror qildingmi, amalga oshirasan. Ikkinchi qoida, amalga oshirayotganingda ikkilanmaysan. Uchinchi qoida, ikkilansang yutqazasan. To'rtinchi qoida, yutqazganlar qayddan o'chiriladi. Ot Abdulhay. Qoida yo'q, qayd yo'q. Bu yerga nega keldingiz? Sendan ham qimmatli narsa qoldiribdim, shuni ko'rishga keldim. Siz kimsiz? Bilsam edi. Eng oxiri men bildim buni. Hatto sendan ham keyin. Amaki o'ldi, ota tirik. Davlat ota qayerdasan? Aslan Akbeyni kim o'ldirdi? Surishtiryapmiz afandim. Natija? Bo'yniga oladigan tashkilotlar bor, ammo biz aniq bir natijaga ega emasmiz. Jamoatchilikka ayt demayapman, menga tushuntir. Aslanbeyni o'zingiz ham bilasiz. Hech nimani biz bilan o'rtoqlashmagani uchun vaqti bilan qarshi bo'lib yurganimizdan ham voqifsiz. O'zini tashkilot va tashkilotlar ustida ko'rgan odamni kim o'ldirganini qisqa fursatda qanday topaman? Razvedka hodisa sodir bo'lgandan keyin aniqlash degani emas. Sizni savolingizga politsiya javob beradi, biz emas, afandim. Men savol so'ramayman, hisob so'rayman. Aslan Akbeyni hisobini nega bizdan so'rayapsiz? JHTdan so'rang. Uni ham navbati keladi. Hozir ichimizdagi muammolarni hal qilaylik. Muammo chiqargan o'ldi, Do'g'ubey. Menga qara, dangal gapir. Siz o'ldirdingizmi? Yo'q. Endi favqulodda holatdamiz, beylar. Gap inqiroz haqida ketyapti. Bu kunlarga yetib kelishimizga sabab bo'lgan kuch inqirozni o'z foydamizga ishlata bilganimizdir. Qarshimizda kimlar bor? Davlat, ruslar, yanada kuchayishimizni istamaydigan amerikaliklar. Maydonni kengaytirdik, beylar. Kichraytirishni o'ylayapsizmi? Yo'q. Kichraytirishlarga to'sqinlik qilamiz. Oldin o'rtamizdagi birlikni ta'minlaymiz, keyin kuchimizga kuch qo'shamiz. Shu sababli Ziyo bilan Xusrov yana avvalgi ishonch bilan oramizda bo'lishlari lozim. Kamayganlarchi? Qiymat jihatdan kamayganlar yo'q. Ammo bo'shliqni to'ldirishi kerak bo'lganlar bor. Kengashimizda yana 2 kishini ko'rmoqchiman. Birinchisi Nedem Malik, ikkinchisi Tunjoy Kantarchi. Ular shundoq ham ichimizda bizni odamlar. Ismat Pasho Istanbul turganida nega Anqarani poytaxt qildingiz deb so'raganlarga, sen tomonda bo'lganlarga biror nima bermasang, nega sen tomonda bo'lsin degan ekan. Tunjay bilan Iplekchining ruslar bilan hamkorlik qilmasligiga kim kafolat bera oladi? Ikkovi ham pulni yaxshi ko'radi. Ruslar Ivanovning qasosini olishga urinishadi. Kimdan? Bizdan. Kantarchi bilan Iplekchi kamchiliklarimizni yopishlariga ishonmayman.
aylanib baribir yana testeraga kelyapmiz. Sen kelyapsan Qilich. Men bugun bu yerdan o'tdim. Po'lat Alandarni mukofotlashni o'ylayotgan ekansan. Nega kengashga ola qolmaysan? Menga otash kurak kerak. Olov emas. O'ylaydigan narsa yo'q, konvertni ochamiz. O'ylamasak, aqlni nima keragi bor, shunday emasmi, bolam? Umar ota, Hikmat og'a haqlar. Konvert bizga kelgan bo'lsa, balki biz ham xavf ostidadirmiz. Hech bo'lmasa, qanaqa xavfligini bilaylik. Nega doim bo'lmag'ur ishlar bizni topadi, tushunmayman. Politsiyaga olib borish kerakmikan Umar afandi? To'g'ri prokuraturaga yetkazish kerak. To'g'rimi jonim? O'qib axlatga tashlaymiz demayapman-ku. O'qiylikchi, keyin Aslan amaga bergan manziliga yuboramizmi, politsiyagami, prokuraturagami, shunga qarab ish qilamiz. Ishingga yaraydigan nima chiqishini kutyapsan? Umar ota, bu Aslan amaki, bizni Aslan amakimiz. Tarixni o'rgatgan odam. O'lishidan bir kun oldin kelib boshimga biror tashvish tushsa deb sizga bir konvert tashlab ketdi, keyin o'ldirildi. Siz esa nima chiqishini kutyapsan deyapsiz. Aytaymi? Qotilning kimligini yozilganini kutyapman. Alini rasmi chiqdi. Aslan amakini otib ketishdi. O'rtada bir konvert bor. Balki bu maktub Aligadir? Ey Xudo. Jonon opa, siz aqlliroqsiz. Biron nima deng. Po'lat kelyapman deganmidi? Telefoni o'chirilgan, javob bermayapti. Bir ish qilib yurgani aniq. Bo'lmasa nega o'chiradi? Abdulhayam yo'q. Bunaqada ishlari bordir. Biror nima kerakmi singlim? Hamshira chaqiraymi? Yana qancha gapira olmas ekan Memati? Bilmayman, tog'a. Nima qilamiz endi? Xudo hech kimni bunaqa sinamasin. Sen ayollarning og'zini arqon bilan bog'la, hech narsa qila olmaysan. Ikkita bola tug'ib o'zlarini kim deb o'ylashadi? Jonlariga qasd qilishlari nimasi? Yo tavba. Biz bilmagan nimadir bordir, tog'a. Nesrin opa kuchli, o'zini otmasdi. Po'lat qayerda bilmaymiz. Abdulhayyer tayiga kirdimi bilmaymiz. Nesrin xonimga joni ortiqchalik qilyapti, negaligini bilmaymiz. Biz ham bitta o'q otaylik, nur ustiga alo nur bo'lsin. Og'a, balki mendan jahli chiqqandir. Nima deyapsan, Nevzat? Po'lat og'a idoraga kelganida men yeyotgandim. Shunga jahli chiqdimikan? Bekorchi gaplarni gapirma, Nevzat. Ortimdan yur. Tog'a, men atrofdan qarab chiqaman. Bunaqa kutish bilan bo'lmaydi. Ziyobeylarning yoniga ketdimikan? Qamoqxonada telefon olmaydi. Ko'ramiz, tog'a. Abdulhayni suyaklarini sindiraman. Telefon o'chirish nima degani? Qoraxonli shuncha mol-mulkini kimga tashlab ketadi? Meniki hech bo'lmasa 3000 ta jiyanim bor. Senda esa Xudo umrlarini uzoq qilsin, ikkita nevarang bor. Bittasi o'g'il. Birortasi bordir axir. Begonasi nima foyda berardi, Ziyobey?
Sen xotinini ko'rganmisan? Yo'q. Senchi? Aytishlaricha o'shandan beri o'ziga kelmabdi. 2 yil oldin o'ldi deb eshitgandim, ammo hech ovozasi chiqmadi. Nimasini aytasan? Hammamizdan tinch. O'g'li fuqarolikdan o'chirilganmikan? Umid uzilmaguncha fuqarolikdan ham o'chirilmaydi, Ziyobey. Meni aqlim yetmayapti. Qoraxonlikdan yaqinni tortib olishdi. Kimsan o'g'lini 30 yil kutdim. Bir kun bu odam o'g'lini qarshimizga chiqaradi deb. Bizga qo'lini o'ptiradi. Qoraxonlik taxtini begonaga berib qo'yarmikin? 30 yil o'g'lini yashirib jinnimi? Juda unchalikka bormas. Bilib bo'lmaydi. Men ham yomon qizimni 25 yil saqladim-ku. Qanaqa baqiriq bo'ldi bu? Boshqa eshitilmadi. Nimaligini top endi. Lampani yo'q. Men davlat uchun ishlashimni bilarmidingiz? Gugurting bormi? Yo'q. Sigareting bormi deb so'rashing kerak edi. Sigareting bormi? Gugurting bormi?
Rahmat. Senga ham rahmat. Shu yerda yashaysanmi? Qayerda ifloslik bo'lsa o'sha yerda. Yaxshi. O'xshash joyimiz bor ekan. Politsiyachimisan? O'zingchi? Uyda kutadigan bor odam ma'mur bo'ladi. Hech kiming yo'qmi? Men yolg'iz yuraman, yolg'iz yashayman, yolg'iz o'laman. Katta gapirding. Isming nima o'g'il? Abdulhay. Qochib yurgan. Hammadan qochayotgan ekan. Hatto endi politsiya qo'liga tushay deganimda qarshimdan chiqding. O'sha parkda qog'ozlarni odatda sen yig'masding. Bitta ayol kishi yig'ardi. Yashayotgan kulbang ham ularniki edi. Sigaretimni gugurt bilan yoqding. Nima bilan yoqishim kerak edi? Suriya gugurti bilan emas. Soqolsiz, galstukli odamni kutmayotgandim, ammo yolg'iz yuraman, yolg'iz yashayman, yolg'iz o'laman kabi tog'liklarni gapini ham kutmagandim. Tog' odamiga axlatni davlatdan boshqa kim yig'dira oladi? Gugurtni topgandirman, bu gapni ham eshitgandirman, hammasi faras. Men ham Aslan amakidan so'ragandirman. Bu Abdulhay cho'pon yaxshi odammikan? Yaxshi yoki yomonligini siz aytasiz. Men hech kimi bo'lmagani uchun tanladim. Ortidan nima chiqadi ko'ramiz. O'sha kuni Aslondek hech narsa demadim. Undan keyingi kunlarda ham. Faqat menga belgi berdi. Tushundingmi, tushunmadingmi deb. Men esa tushundim. Serb mergani ichida esa hammasi menga aniq bo'lganda edi. Katta o'rmonda ikki kishi edik Abdulhay, sen va men. Bundan keyin ham doim ikki kishi bo'lamiz menimcha. Qachondan beri davlat uchun ishlayapsiz, og'a? Aslanbeyni taniganimdan beri. Ya'ni Anchadan beri. To shu bugungacha. uni kim o'ldirdi unda? Bu yerga shuning uchun keldik Abdulhay. Oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi degan odam oxirini o'ylaganmikin? Menga yoki bizga vasiyat qoldirganmikin? Aslan amakini kim o'ldirdi? Aslan amaki qanaqasiga Qoraxonlikni amakisi bo'ladi? Amaki vasiyat qoldirdimi? Amakini vasiyati qayerda? Tushuntirib berasanmi? Nimani? Iltimos, menga bunday qilma. Men ko'rganimni sen ham ko'rding, eshitganimni sen ham eshitding. 3 marta aksa. Allergiyasi bordir, grippdir, bilmasam, hamma aksiradi axir. Doim 3 marta aksirmaysan, to'g'rimi, deb so'rashni xohladim. Olmuyor değil mi demek istedi? Ha degan javobni eshitishni istadim. Ha shunchaki aksirdim. Buni sen bilan aloqasi yo'q deyishini shunaqangi kutdimki. O kadar bekledim ki. Shunga omon qoldirdingmi? Ha deganida dunyolarni berardim qilich. Miyamni qurt kemiryapti. Po'lat alamdan 3 marta aksa urdi. Germaniyadan kelgan qanaqadir Duran degan odamni jiyani. Men bilan, meni oilam bilan nima aloqasi bor? Boshida jahlim chiqdi, ammo Nargizni ishidan hayron qoldim. O'lay agar.
Go'yo ko'rinmas bir odam bularni barini boshqaryapti. Ishonib bo'lmaydi. Nima deb o'ylashni ham bilmayman. Safiyaga nima deysan? Hali bunga kelmadim. Balki kelishni istamayotgandirman. Xayolimda amakini ko'zlari bilan Po'latni ko'zlarini birlashtiryapman. Aniq bir aloqa bo'lishi kerak. Safiya bir do'konga bordi. Do'konning mijozlarini qara. Safiya, Po'lat, amaki. Amca. O'sha do'konni egasini surishtir. Amakini kim o'ldirganini topa olmasak, hech bo'lmasa Aslon Akbeyni, ya'ni Abbos usta o'g'lini aslida kim bo'lganini aniqlaylik. 30 yildan beri nima qilgan, qaysi operatsiyalarni amalga oshirgan bilaylik. Amalga oshirgan operatsiyalari haqida bizga umuman ma'lumot bermadi. Nechta odami bor, ularning qanchasi yashirin, qanchasi ochiqda aniq emas. JXT qo'lga olindi, ammo JXTga berilgan qurollar, ma'lumotlar aniqlanmadi. Odamlar boshqa tashkilotlarga o'tkazilmadi. Bunga avvalo siz va boshqa hech kim indamadi. Aslan meni xabarim bo'lmagan hech qanday operatsiyada ishtirok etmagan. Unaqada menga aytingchi, tashkilotda ishlaydigan odamlarning ro'yxati qanday? Odamlarni o'ldirdi demoqchimisan? Nima deyapsan o'zi? Yo'q, afandim. Bizga kelgan ma'lumotlardan jiddiy qaralishi kerak bo'lgan narsa, Aslan Akbey qurgan yashirin tashkilot hech kim bilmaydigan operatsiyalarni amalga oshirgani. Agar guruhni aniqlasak, kim tomonidan o'ldirilganini ham bilishimiz mumkin. JXTga hech kimni kirita olmadingmi? Kiritdim. Meni orqamdan ish qilibsizlar. Endi JXT menman. Afandim, davlatimiz qonunlariga bo'ysunadi. Davlat ham menman, qonun ham menman, yangilik ham menman. Qoraxonlikning o'rnida men bo'lsam, qilichni bir kun ham tirik qo'ymasdim. Nega? Yuzidagi chandag'ini ko'rib har kuni o'g'limni eslagan bo'lardim. Demak, shuning uchun tirik, unutmaslik uchun. Sen bilan meni ham yuzimizda chandiq bo'lsa, senga ham, menga ham o'lim yo'q ekanda. Qoraxonlidan bolasi haqida so'radingmi? Bir marta so'ramoqchi bo'ldim. Lekin so'ramadim. Nega? Farzand dog'i nimaligini bilaman, shuning uchun. O'lsa bir kun yig'laysan. Ketsa har kuni yig'laysan. Bu Abdulla beshta do'sti borligi aniq. Sen ham unga yetishga urinyapsanmi, Gulla? Ikki oyog'im bo'lsa edi, tova. Bor, ortig'i bilan, kami yo'q. Men ham shuni aytaman-da. Bu bola qayoqqa yo'qoldi unda? Vaqt kelganda meni ham olib bor deb shuncha o'lib yo'q dedi. Yo'q dedi. Nomusli joy bo'lsa, yo'q deydimi? Yo'q deydi, biz do'stmiz deydi. Oy, beor, o'zingni o'ylayapsanmi? Men Abduldan emas, Po'lat og'adan xavotirdaman. U bunaqa ishlarga aralashmaydi. Nega bu eshik qulf edi? Sen o'rningdan tura olmaysan. Eshik qanday qulflandi? Ko'p odam kelib ketgani uchun eshikni qulflashlarini so'ragandim. Kimdan? Ismini ayta olmayman. Ertaga onangni chaqiraman. Yaxshi bo'lardi. Gulumsarga sovchi qilib yuboraman. Gulumsar kim bo'ldi yana? Menga qo'shiq ayttirgan qiz. Men hasratida yonayapman. Bunaqada o'laman. 12 bo'lishiga qancha bor, tog'a?
Yo'q, ketyapman deganda, ammo na o'zi keldi, na qo'ng'iroq qildi. Yaxshi, bezovta qildik. Birodar, ochiqroq gapirsang-chi, kasalxonada boshqa narsa bo'ldimi yoki Elif qo'ng'iroq qilgani uchun ketdimi? Aslan amaki o'libdi degancha ketdi. Qanaqasiga uni amakisi bo'lar ekan? Biznikiga kelardi-ku. Bu odam bizga ham, bizni yaqinlarimizga ham egalik qilyapti. Menimcha ham. Xayrli kech. Memati. Biror gap bo'lsa qo'ng'iroq qil. Og'amni o'zi qiladi. Nima qilamiz, advokat xonim? Umar otadan konvertni o'g'irlaymizmi? Shunaqa qiziqyapmanki. Umar ota bu ishga aralashmagan bo'lganlarida 2 daqiqada o'sha konvertni ochardim. Lekin yana omonat, xiyonat haqida boshlaydilar. 1500 dan. Qoraxonlikning uyida nima ishi bor ekan? Bilmaymiz afandim. Suiqasddan bir necha soat oldin Qoraxonlikning uyidan chiqibdi. Karahanlı'nın evinden çıkmış. Qoraxonlik bilan tez-tez uchrashib turishar ekanmi? Yo'q afandim. Qo'limizdagi yagona ma'lumot mana shu. Bu rasmdan foydalanamizmi? Qaysi maqsadda? Qoraxonlikni davlat bilan chuqur aloqalarini ko'rsatish maqsadida. İfade etmek maksadıyla. Mehmet Qoraxonlik jinoyatning yagona aybdori sifatida ko'rildi. Sunulacak. Aslan Akbeyni Qoraxonlik o'ldirdimi? Davlatimiz surishtiradi, topadi. Biz esa bu mavzuda ularga yordam edeceğiz. Selim, kengashimni tez orada yig'ishni istayman. Po'lat alamdarni hali baroni yo'q deganmishingiz. Buni hozircha unga keragi ham yo'q. Kutamiz. Qani kutaylikchi. Nima deysan? Bilmayman. Nima dey? Onasi tirikligiga sevinadi. Onasi tirikmi, Qilich? Hech bo'lmasa, aytganingdek o'lik emas. Nargiz baqirmaganida sira aytmoqchi emasdim. Bunga qaraganda Safiyani ham bu yerda yashatging yo'q. Qaradim, Qilich. Akasi bilan bog'liq gaplarni qanday aytasan? Buni onasi aytsin. Sen bu sen qayerga yashirarding, Abdulxay? Men vasiyat qoldirmasdim. Bu hayotda yozadigan 1-2 satr narsang yo'q. Butun hayotimda. Seni qayerda ilintirishdi? Yetimxonada. Qanday qilib? Internetdan odamlar kelishdi. Yaxshi o'qiydigan aqlli o'quvchilarni qidiryapmiz deyishdi. Meni tanlaganlariga hayron qoldim. O'qishim juda yomon edi. Qo'lim bilan qushovlab yurgan bir daydi bola edim. Turnani naqd ko'zdan urishdi-ku. Buni maktabga kirgach tushundim. Oldin juda ko'p tarix darslari, maxsus sport tayyorgarligi. Shunaqa nuqtaga kelgandimki, vatan uchun nima qilsam bo'lar ekan deb ich etimni yerdim. Tarix o'qituvchisi hudud uchun mas'ul ekan. Keyinchi Bir quti dori berishdi. Hammasini ich deyishdi. Ichdim. Kechasi kasalxonaga olib ketishdi. Ko'zimni ochganimda o'lgandim. bu qanaqasi bo'ldi? Endi boshqa odam edim.
Eronda, Suriyada, Livanda lagerlarda yashagandan keyin Shimoliy Iroqda Umar tashkilotining ichiga joylashtirildim. Yaxshi Abdulhay. Aslanbey seni qachon chaqirdi? Chaqirgan kunining ertasigayoq yetib keldim. Yangi vazifang shu dedi. Mafiya otasini qo'riqlaysan. Nega bizdan ekaningizni aytmadi ekan? Ikki kishini bilgani sir emas Abdulhay. Qayerga yashirding Aslan? Siz ham biroz yordamlashingda Umar ota. Bilamiz, omonatga xiyonat qilmaysiz, ammo biz ham o'ynayotganimiz yo'q. Omonat bilan sizlarni nima aloqangiz bor, qizim? Aytmasam bo'larkan. Umar ota, Aslan amaki kim? Alining eng yaqin odami. Gazetada Alini rasmi chiqyapti. Yana biz sira ko'rmagan rasm. Keyin Aslan amakiga suiqasd qilishdi. Sizda esa u tashlab ketgan konvert bor. Balki ichida Aliga bog'liq muhim yangilik bordir. Nima bo'lishi mumkin, Elif qizim? Bilmasam, Nazifona, balki Ali tirikdir. Men boshqa chidolmayman. O'g'lim, meni uyga olib borib qo'y. Siz ham bir kun uxlamang, oyi. Oying aytganini qilaran, sizlar ketaveringlar. Yaxshi qoling, Umar afandi. Yaxshi boring. Sizlarni kuzatib qo'yaman. Ko'rishguncha oyim, men ham birozdan keyin ketaman. Bo'pti. Jonon qizim, sen nega sira gapirmayapsan? O'ylayapman, Umar ota. Qo'limizda shunday hujjat bo'lsa nima qilardik, jonon? Bir odam o'zi kutubxonachi, kitobchi, umrini fikrlashga bag'ishlagan bir yoshni tarbiya qilgan. O'ldirilgan. O'sha yigitning ham rasmlari bor. İşte bu ikki unsur birlashtiriladimi, birlashtirilmaydimi? Birlashtiriladi. Xo'p. Bir mafiya otasi esa mana shu voqea sababli yo'q bo'ladi. Bu-chi? Majburlasang bu ham birlashtiriladi. Xo'p, bu konvertchi. Elif. Afsuski, sen juda g'alati bo'lib qolding. Qanaqasiga? Kelganingdan beri qalaysan, yaxshimisan demading. O'zingga yashirin narsalarni izlayapsan. Mana senga yashirin narsa. Men ikki jinoyatni ham birlashtirdim. Prokurorga borib hammasini aytib berdim. Jinni bo'lganmisan? Ha, jinni bo'ldim. Bunaqa yashayotgan bitta sen emassan, Elif. Tunjay bilan Abidin qamoqda. Adliya vazirligi katta ehtimol bilan meni ham ayblaydi. 90% qamoqqa tushamiz. Hujjatlarda yana kim bor bilasan? Po'lat Alamdar. Mana ol endi sen hamma narsani birlashtir. Chunki men endi seni hayotingda yo'qman. Kechirasizlar. Politsiyadagi o'rtoqlar unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deyotganding-ku, qani? Nega hammamiz birgalikda 5 yulduzli mehmonxonada yashamayapmiz? Bu yerdan ham qocha olmasdik-ku. Gap qochishda emas, og'a. Kerak bo'lsa, bu yerdan ham qochamiz. Unaqada bizni halolligimiz qayerda qoladi? Tushunmayapsanmi? Bu yer iflos, mikroblar makoni. Bular nima qilsin? Har kuni mikroblar bilan kurashib yotishibdi. Bittasini qama, bittasini chiqar. Men ko'rinmas mikroblarni aytayapman, Abidin. Oyoq kiyimniki jasad kabi sasiyapti. Oyoqlarim shishib ketdi, og'a. Xohlasam ham kiy olmayman. Bo'lmag'ur gaplarni gapirma, Abidin. Kiy, kerak bo'lsa siqsin. Bu devorlarga 1000 yillik mikroblar yopishgandir.
Hamdardman. Qo'llaringizga mikrob yopishmasin. Bu yerda har joyda tekkan bo'lishi mumkin. Qalaysiz, biror nima kerakmi? Qalay bo'lardik? Bu yerdagi o'rtoqlar qo'llaridan kelgancha urinishyapti, ammo imkoniyatlari chegaralangan. Hamma gap shunda. Bu yerga ertaga chiqishingizni va janob Qoraxonlik tomonidan uchrashuvga chaqirilganingizni aytishga keldim. Bu men uchun sharaf, jonim. Kengashga kirganingdan eng ko'p xursand bo'lgan odam menman. Aka-ukaligimizni boshqa qardoshlik bilan birlashtirish g'ururiga ega bo'ldim. Astag'firulloh afandim, u g'urur menga oid. Samuel, kengashga kirish paytida biror soliq olinmaydimi ish qilib? Agar olinsa tayyorgarlik ko'ray deb so'ragandim. Sharmanda bo'lishni xohlamayman-da. Eng chiroyli kiyimlarimni kiyib boraman. Aka-ukachilikning badali bo'lar ekanmi? Qoraxonlik bizlarni doim boyitdi. Oh jonim, Davud payg'ambardek odam u. Qo'li tekkan joy gullab yashnaydi. Nima bo'lsa ham, endi dahshatli testera yo'q. Aka-ukalar demokratik tarzda o'z fikrlarini ayta olishadi. Eng katta boylik mana shu, eng katta boylik, hurriyat. Qiyin, qorong'u kunlar bizlarni kutyapti. Seni aldashni istamayman. Bu Isoni bolalari boshiga tushgan narsa nima o'zi, yo Rabbim? Sham tagini yoritmaydi deb 12 joulli lampa qo'ydim. 12 joul qo'shilsa ham ketmaydimi bu qorong'ulik? Damlamadan ichasanmi? Ming bor uzr, sizlar nariga stolga o'tinglar, iltimos. Kechirasiz. Marhamat efendim. Nima buyurasiz? Stolni to'ldir. Bular kim bo'ldi? Shimoliy Iroqni 5 qo'limday bilaman. Qaysi toshni tagida terrorist bor? Qayerdan mina chiqadi? Qaysi mavsumda operatsiya qilinadi? Suriya chegarasidan qanday kirib chiqiladi, hammasini bilaman. Necha kishi edinglar? JHTdan bir o'zim. Nega seni tanlashdi? Ham kurdchaga, ham arabchaga tilim kelishgani uchun. Bilib qolishlaridan qo'rqmadingmi? Bu yerda hamma kimningdir odami. Tashkilot davlatga qarshi bo'lib qolganida biror xavf bo'lishi mumkin edi, ammo joyim mustahkam edi. Aslida bu yerdan qo'rqdim. Nega? Sizdan. Juda ehtiyotkorsiz, kam gapirasiz. Nimani o'ylayotganingizni hech ham bildirmaysiz.
Sevinaymi, xafa bo'laymi? Bundan keyin kim bilan aloqada bo'lamiz? Mana shu la'nati vasiyatini topolmasak, hech narsa qila olmaymiz. Shimoliy Iroqqa ketsakmikin? Bu yerda massab nafas olishga ham qo'ymaydi. Go'yo bu yerda nafas olyapmiz. Yo'q bo'lsa-chi? Yo'q degan narsa yo'q, Abdulhay. Men gaplashay dedim, ammo seni oldingdan chiqib meni oldimga kelmaydimi? Safiyani ahvoli qiyin. Biz bilan bog'liq bor yo'g'i bir ikki narsani biladi. Bular ham yolg'on. Nasıl söyleyeyim? Onasining kasal ekanligini, unga zarar yetkazib qo'ymoqchi bo'lganini, shuning uchun ajralishga majbur bo'lganimizni qanday qilib aytardim? Ayriliqning Nargiz xonimga aloqasi yo'q. Gerçeği mi söylüyorsun? Haqiqatni aytaymi? Bir farzandimdan ayrildim. Diğerini Boshqasini yo'qotishdan qo'rqdim. Bularni gapirishga kech emasmi? Safiya men so'ramaganlarimni ham so'raydi. Oldikmi? Nevzat. Bu yerni egasini chaqir. Hop. Shampan uchun katta rahmat, afandim. Ismingizni aytasizmi? Aytmayman. Kechirmayman. Ayamayman. Bir fırtına tuttu bizi. Og'am, bu yerdan sira ketmaylik. Dam olinglar. Dunyo kimlarga qopti? Arslongami, qoplongami? Shoqol bo'lmasangiz bo'lgani. Biz tog'i toshda otishib yurganimizda bu yerda shoqollar qirol bo'libdi. Taxtlarini boshlariga qulatamiz. O bizim kavuşmalarımıza yarim mahşer. Mana og'am, Eshitaman. bular kim? Biz tomonlardan kelishibdi. Qarindoshingmi? Yo'q, og'a, o'sha yerda ishlashar ekan. Qanaqa ish? Bilmayman. Ko'zoynaklikni ismi nima? Ismi yo'q, og'a, laqabi bor. Biz bilganimiz ko'zoynak. Qayerda xato qilyapman? Nima deyishini kutyapman. Ali falon joyda Aslan amakini falonchi o'ldirdi. Men mana bu yerdaman deyishinimi? Ali tirik bo'lsa, uni yuziga qarar ekanmanmi?
biror nima qoldirmay ketishi mumkin emas. Hamma joyni qaradik-ku, og'a. Topolmaganimizga qaraganda qaramadik. Qahramon bo'lish uchun oxirini o'ylamading. Meni oxirimni o'ylagandirsan deb umid qilaman. Bu uyga kelishimni taxmin qilgan bo'lishi kerak. O'lishini hisobga olmagan bo'lishi mumkin. Orqasini yaxshilab qaradikmi? 2 marta men, 1 marta siz qaradingiz. Qalamim sindi deganda. Nega hisobga olmagan bo'lsin? Bu uyni sen qayerdan bilasan? 1 marta orqasidan kelgandim. Demak, qarabdi. Nima biror narsa qoldirishni ham unutdimikin? Buni aniq bilaman. Izlaganim shu yerda. Men bo'lganimda qayerga qo'yardim? Men bo'lsam qo'ygan joyimni yopib, uni topish uchun biror ishora qoldirardim. Biz aslida 2 kishi emas, bittamiz. Soat necha, Abdulhay? 10 kam 11. Soat to'xtab qopti. Vaqt bilan yashaydigan odamning soati to'xtamaydi. Olti qadam orqaga. To'qqiz qadam chapga. Mana shu yer, Abdulhay. Ikkalangiz orqaga o'tinglar. Mashina qatnovini to'xtatinglar. Sen men bilan yur. Bu yerni bir necha marta tekshirdim. Birorta g'ichillagan ovoz chiqmadi. Og'a, politsiya. Qo'y. Ko'rishgan bo'lsa o'tganini sezishadi.
Aslida soatni to'xtash vaqti endi keldi. Nechanchi qavat? 3-chi. Ushla. Xudoga shukr, nima yozibdi? Qanday chiqamiz, og'a? Bironta sichqon kabagi topilar. Qayoqqa? Vannaxonaga. Eshikni qulfla. Sochiq top. Nima qilamiz? To'xta, yuvinmaymiz. Mana shu yer. Bu nima? Komissar, bu eshik ochilgan. Tezroq bo'l. Bir kuni bu yerni nega qildirding deb so'ragandim. Menga kerak bo'lmasa, bir kun senga kerak bo'ladi degandi. Oldin sen tushasanmi menmi? Oldin men, nima bo'lsa men bo'lay. Tezroq bo'l. Ketganga bir narsa bo'ladimi, qolgangami? Ikki kishi zalga, ikki kishi bu yerga, ikki kishi bu tomonga. Qani tezroq bo'linglar. Vannaxonada kimdir bor. Eshikni sindir. Pastga tushyapti, binoni o'rab olinglar. Mashina qaysi tomonda? Qanaqa mashina, Abdulhay? Yugur. Mashina ishonchli joyda. Uyatsiz. Nima qilyapsan, it? Bor ishingni qil. Hech narsa qilmadimi? Hammasi joyida.
Unaqada tur. Og'a. Nima qilyapsan? Qo'y, ishlarni qilsin. Abdulhay, shu yerda ayrilamiz. Burada ayrılalım. Seni ertalab ofisga o't. Odamlarga nima deyman? Oqa bilan birga edim deysan. Yolg'onni men topaman. Qani bor. Meni kuzatishmayapti-ku. Uxlaganmikan? Bir qarab ko'r. Ertalab gaplashgandan yaxshiroq. Qanday ta'sir qilarkin? Qoraxonli, 30 yildan beri qochib yurganing bugun shu uyda-ku. 30 yil oldin ham bir marta uf tortganding. Yuzingdan qon oqayotgandi. Haqiqatlar hammasi jonga tegdi. Sizlarni xafa qilishni istamagandim. Bu 30 yil oldin ham, hozir ham. Ne bugün? Xayrli tun. Ish qilib qo'rqinchli narsa bo'lmasanda. Balki yaqinlarimdan birortasidir. Nega endi bunaqa baqirdi?
Sofiya, Buyur. uxlayapsanmi? Mayli, ertaga gaplashamiz. Bu qiz qayerda? Kechirasiz afandim. Safiye geldi. Bu yerga Safiya keldimi? Yo'q afandim, aniqrog'i ko'rmadim. Dada. Bu ayol kim? Bu satrlarni o'qiyotgan bo'lsang, demak men qarzimni to'labman. Seni yolg'iz qoldirganim uchun xafaman. Mana vasiyat qismiga keldik. Bir 1973-yil Mehmet Qoraxonli bilan Nargiz Qoraxonlilarning birinchi farzandi dunyoga keldi. Efe Yoqub Qoraxonli. Qoraxonli o'sha paytlarda yangi savdogar edi. Afyundan tortib qurol-yarog', odam savdosi bilan ham shug'ullanardi. O'g'li Efe Qoraxonli u quradigan hokimiyatning valiahdi bo'lishi kerak edi. Nargiz Qoraxonli ikkinchi farzandi Safiya Qoraxonlini dunyoga keltirganida Kipr harakati tugagan Turkiya katta embargo bosqini ichida edi. Qoraxonli embargo tahlikasiga qaramay dunyoni har tomonidan mol olib kela boshladi. Laziyo va Xusrafoqa bilan o'sha paytda hamkorlik qila boshlagan. Kunlardan bir kuni oilasi yashayotgan Dalaxo'ldan noma'lum kishilar tomonidan Efe Qoraxonli olib qochildi. Buni qaraya. Qoraxonli ko'p vaqt o'g'lini qidirdi. O'sha kunlarda ham, bugun ham o'g'lining kim tomonidan olib qochilganini aniqlay olmadi. Davlat ham balki chindan, balki ataylab bu borada chorasiz qoldi. Olib qochganlar Efe Qoraxonli o'lgani haqida biror iz qoldirishmagan. Bu baronni umri davomida yecholmagan yagona muammosi edi. Bu vaqtda xotini kasal bo'lib qoldi. Qoraxonli hech bo'lmasa qizi tirik qolishi uchun uni chet elga jo'natdi. Keyingi satrlarda Safiya va Nargiz Qoraxonliga oid ma'lumotlar keltiriladi. Bu yerga men bilan kelishingni xohlagandim. Ammo bo'lar ish bo'pti. Ko'p yillar avval boshimizga katta falokat tushgandi. Qanaqa falokat? Iltimos, eshit. O'sha falokatdan keyin seni saqlab qolish uchun Kanadaga jo'natishga majbur bo'ldim. Ba'zi narsalarni seni ehtiyot qilish uchun ayta olmadim. Aytmadim. Dada, juda oson savol berdim. Bu bechora ayol kim? Safiya. Bu Nargiz. Seni onang. Dada, Bularni o'lgandan keyin aytasan. Bularni oldinroq aytmaganimning yagona sababi bor. Xayolingni buzmaslik.
Qoraxonlik jinoyat olamida yuksalayotganda davlat sifatida uning qarshisiga bir to'siq chiqarishimiz kerak edi. Bu to'siq sensan. Seni yetimxonadan tanlanishing va qoraxonlikka qarshi qo'yilishing sababi unga qarshi katta to'siq bo'la olishing edi. Qoraxonlikka bir efe kerak edi. Biz seni o'sha efe qildik. Hazırlashyaptimi? Qoraxonlikning o'g'lisan deyaptimi? Davlatga tegishli barcha yetimxonalarni ko'rib chiqdik. Qoraxonlikning o'g'li bo'la oladigan eng mos nomzod sen eding. Eng katta xususiyating esa har kuni ertalab xuddi qoraxonliklar kabi 3 marta aksa urishing edi. 3 kez hapşırmandı. Mehmet Qoraxonlik seni o'z o'g'li deb o'ylaydi. Sen uni nohaq qoldirmaysan. O'g'li bo'lasan. Oğlu olacaksın. Qoraxonlikning valiahdi bo'lib, qurgan hokimiyatini yo'q qilasan. Bu seni tarbiyalagan vataningga qarzing bo'ladi. İçindeyim nasılsa, içindesin nasılsa, içindeyim nasılsa, yine içindeyim nasılsa, içindesin nasılsa, içindeyim nasılsa, yine aşk, aşk, sonu yokmuş nasılsa, ölümde yok nasılsa, içindeyim nasılsa, yine sonu yokmuş nasılsa, ölümde yok nasılsa, içindeyim nasılsa.